Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biz pedagogika psixologiya faniga bugungi kunda qanday talab bor, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'qituvchilar pedagogika psixologiyani qanchalik bilish kerakligini, zarur ekanligini, prezidentimiz bugungi kundagi yangi pedagogik, yangi O'zbekistonni rivojlantirishda ta'lim-tarbiyadagi, ya'ni ta'lim tizimidagi pedagoglarning rolini aynan pedagogika psixologiya fanida ham qanday isbotlasak bo'lish kerakligini men sizlarga birinchi mavzuda tushuntirib o'tdim. Bugungi mavzumiz sizlarga pedagogika psixologiyaning ikkinchi mavzusi bo'ladi, ya'ni shaxs tarbiyasining obyektiv va subyektiv sifatida degan mavzu bo'ladi. Rejalarimiz individ va shaxs tushunchasi. Ikkinchi rejamiz shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Uchinchi rejamiz shaxs rivojlanishining yosh va psixologik xususiyatlari. Biz bilamiz, bugungi kunda butun bir dunyoda shaxsni rivojlantirish uchun juda ko'p olimlar bosh qotiradi, ya'ni ilmiy ishlar yozadi, ilmiy tadqiqot faoliyatlarini olib boradi. Kitoblar, dissertatsiyalar, monografiyalar tayyorlanadi. Bu shaxsni barkamol shaxs qilib, shaxsni rivojlantirish uchun bugungi kunda butun bir dunyo ota-onalari ham bugungi kunda juda katta e'tiborga olingan muammo hisoblanadi. Sababi bugungi kunda shaxsni to'g'ri tarbiyalash, to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri kasb-hunarni o'rgatish, jinoyatchilikni oldini olish yoki o'z ustida ishlash, mahoratlarni rivojlantirish, bugungi kundagi haqiqiy shaxs, barkamol shaxsni yaratish uchun mutaxassislarni tarbiya qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ota-onalarimiz bugungi kunda juda ko'p moddiy ta'minotlarni yo'qotishda yoki ularni bir yaxshi ko'zlagan rivojlantiruvchi kadrlarni rivojlantirishda albatta shaxs bugungi kunda tarbiyalash juda ham har bir ota-onaning burchi va vazifasi. Bugungi kunda juda ham qiyin hisoblanadi. O'zi bugun shaxs kim? Shaxs bu O'zbekiston sharoitida pasport olgan va bugungi kunda o'z qonun hujjatlariga ega bo'lgan inson hisoblanadi. Individ bu o'sha shaxs tarbiya qilishdagi shaxsga bo'lgan davr hisoblanadi. Chaqaloqning, ya'ni o'zini haq-huquqlarini beruvchi va belgilovchi haqiqiy pasport egasi, konstitutsiyadagi vakolatga ega bo'lgan shaxs hisoblanadi. Shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar subyektiv va obyektiv ta'sir qiladi va ichki va tashqi, ya'ni odamlarning dunyoqarashi, yashash tarzi, bugungi kundagi sharoitlari, olgan bilimlari shaxs rivojlanishiga juda ham katta ta'sir qiladi. Shaxs rivojlanishiga yosh va psixologik xususiyatlar, bu bilamiz odamlarning o'sha bugungi kundagi haqiqatlar yoki bugungi kundagi adolatli qarorlar, adolatsizliklar yoki bugungi kundagi haqiqiy ton ma'nodagi ilmiy statistik haqiqatlar, bu psixologik jihatdan bolaning rivojlanishida juda katta ta'lim olishda, dunyoqarashini shaxs rivojlanishiga juda katta ta'sir qiladi.